Taran. Ha do'stim, yotibsan? Yana xo'roz olib keldingmi do'stim? Doktor aytdi-ku, kamida 20 ta xo'roz suv yeyishing kerak ekan. Endi 5-inchisi do'stim. 6 oy bu tuzangni ko'zib, to'p butib yurguninggacha yoningdaman do'st. Ertaga so'yamiz, yana sho'rva qilamiz. O'zing oilang tinchmi do'stim? Qolgan sinfdoshlar ham yuribdimi? Ular yaxshi do'stim. Ikki oydan beri ko'rmaganingga sog'indingmi? Erkak kishi yotib qolmasin ekan. Do'stim, bir marta ro'zg'oringga ayolingni akasi bozor qilayotganini ko'rdim. Shu qarorga keldim. Mana to'g'ri tushunasan, ozgina yiqqanim bor edi, senga olib keldim. Mana bu operatsiyada ozgina qazinib qoldim diyording, bunga olib keldim. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi, faqat olmayman demasam, meni qiyomatli do'stimsan, ha? Ya Akbar, Sinfdoshimizmi? sinfdoshimiz. Do'stlar yaxshimisiz? Rahmat do'stim, yaxshimisiz? Yangilik bo'lmasa bor. Zo'r-ku. Ana Doniyor moshada sotaman deb turgan ekan. Bozor 35-40 ga toptaveradi. Men 30 ga o'tkazib qo'ydim, 30 ga qo'ydim. Do'stim, meni deb mashinangni sotdingmi? Sen ayolingni, uni akalarini, boshqalarni oldida boshini egib turishini xohlamayman. Axir qiyomatli do'stmiz-ku. Qiyomatli do'stim